Muso alayhissalom va qavmlari Fir'avn zulmidan qochib dengiz bo'yiga kelganlarida oldilarida yopiq yo'l, ortlarida quvib kelayotgan dushman bor edi. Bu holatda insoniy hisob-kitob bilan qaralsa najot yo'q edi. Ammo Muso alayhissalom yo'q, albatta Robbim men bilan, u menga yo'l ko'rsatadi dedilar. Dengiz yorildi, yopiq yo'l ochildi. Imkonsizdek ko'ringan hol najotga aylandi. Bu voqea bizga shuni o'rgatadi. Tavakkul faqat so'z emas, qalb ishonchidir. Iymon kuchi bo'lgan joyda Allohning qudrati namoyon bo'ladi. Har bir yopiq yo'l sinov, lekin u oxir oqibat ochiladi. Agar bugun hayotingizda yo'llar berk bo'lib tuyulsa, biling, dengizlar ham Allohning izni bilan ochiladi. Sabr qiling, tavakkal qiling, yo'l albatta ochiladi.